Uni buqalarga bir e'tibor beringlar akalarim. Nima deyapti uka? Qirg'iziston buqasini yemga tayyorini olib kelganlarga mana akalarim zo'ridan so'raganlar bormi? Mana 3 oy, 4 oy baqaslar tayyor bo'ladiganlarni ham olib kelib qo'ydik akalar. Assortiment qilib qo'ydik akalarim. Yo, menga shvedni zo'ra kerak deganlarga mana. Mana Qirg'izistonda nomer 1 birinchi nomerli shvedlaridan akalar. Mana hamma yo'q bor. Oq quloq, oq tumshuq. Mana toza shvedda nima kerak bo'lsa hamma narsa bor. Mana. Endi o'spirin akalar. O'spirin yoshiga yetmagan buzoq. Akalar. Yana bir shahdor variantidan shahdor. Hamma yo'g'i joyida akalar. Mana. Toza shved so'raganlarga toza shved. Akalarim ozgina qimmat to'p oladi dedim. Kimgadir ma'qul bo'lsa sotamiz. Keyin mana gibridimiz ham turibdi akalar. Kimgadir ma'qul bo'lsa shu gibridni ham beramiz mana. Qaranglar, orqani qaranglar, balandligini. Yertaman deganlarni. Endi kimdir ola parod ishga bo'lsa, kimdir shved ishga bo'lsa-da. Shuning uchun qo'ldan kelgancha harakat qilib olib kelyapmiz akalarim. Assalomu alaykum hammaga, chorva ishqibozlari, Muslim Chora kanalining hurmatli obunachilari. Bugungi kunimizga 15 may hafta kuniga payshanba videomiz Andijon viloyati Sharxon tumanidan o'zimizning xonadondan. Bugun 3 bosh buqalarimiz bor akalar, ko'p emas, 3 bosh. Bitta yemga tayyori bor, ozmoz yem ham yeb turgan akalar. Ozmoz, ko'p emas, yem yeb turgan. Xudo xolasa yana 3 oy, 4 oy boqaman. Kuzgacha boqaman, avgustgacha, sentyabrgacha xudo xolasa boqaman, yetilsin deganlarga mana tayyoridan ham bor. Pullari o'ta yengil ama. Va Qirg'iziston parodi deb balat qo'yib olmaymiz. Keyin toza shved o'spirin so'raganlarga mana yoshiga yetmagan, yosh oylar 10 oylik atrofida akalar. 10 oylik atrof, lekin shohdor variant akalar. Bu shohdor variant. Keyin 9-10 oylik atrofida mana u ham bor, gibrid. Bilasizlar, rossiyskiy, keyin simental, ota simental, gibrid mana. Oq kiprik. O'z fermani molni boqib ekanlar biladi. Hozir simental urib qo'yapti, shunaqa oq kiprik olib tug'ilyapti akalar. Endi buni una demaylik, rossiyskiy paroda bitta, ikkita Qirg'iziston shvedlaridan bor akalarim. Mana so'raganlarga mana. Semizligi mashq holatda. Videoda katta kichik ko'rinishi mumkin, lekin videoda kichkina ko'rinadi. Bu katta mol. Kichkina bo'lsa katta ko'rinadi. Shuna gaplar. Endi nima deymiz akalar? Tez narxini aytamiz-da. Narxlarini, bo'ylarini aytay, bo'yi 1.20, bo'yi 1.20. 1.19 ga olinglar, 19-20 deylar, 1.20 da bo'yi. O'lchadim, 1.20 chiqyapti. 1.20 bo'lsa 20 million so'mga ozgina xayri bor akalar. Ko'rib turibsizlar, semiz. Mana ariq emas, suvagi yo'q. Mana akalar 22-23 million deb olganim yo'q. 20 million so'mga ozgina xayr qilib beramiz. Endi buni toza shved so'raganlarga akalar mana. Toza shved so'raganlarga ko'ryapsizlar, 3 oylik, 2 oyliklarni ham 15 million deb olyapti bozorda. Biz ko'rib turgansizlar akalar. Mana Qirg'iziston shved lekin bu. Endi birinchi nomerli shvedlardan. Endi buni narxini nechta deb aytamiz akalar? Buni narxini bo'ylari 1.17 chiqdi. Narxini 18,5 million so'm ozgina xayri bor. 18,5 million so'm. Mana o'sira narxi 18 million ozgina xayri bor akalar. 18 million. Yo'q uka, jupini olaman deganga 18 million so'mdan beraman akalar. Ozgina xayri ham bor, dastlabkasi vodiy bo'ylab bo'ladi. Mana bitta gibrid, bitta mana toza shveddan tashab qo'yinglar, qanaqa bo'lar ekan. Effektini ko'ringlar, lekin toza shveddan qolishmaydi bu ham. Prosta endi ko'pchilik shved ishqibozida, shuning uchun aytayapman. Buni ham bo'yi 1.17, buniki ham 1.17 akalar. Mana. Ikkovsidan bittadan tashab qo'yadigan va anaqasi. 18 milliondan bo'lsa jupini beraman akalar. Donalabga mana u qimmatroq, 18,5 million. Lekin xayri bor, bo'lishini aytayotganim yo'q. Bemalol aloqaga chiqaveringlar akalar. Mollar sifatiga qarab bo'lyapti mana. Shved so'raganlarga ozgina qimmat bo'ladi, shved olib kelib qo'ydim mana.